hammasini bilaman. Lekin kirishsa kimligini bilib olsam, birinchi oilasini, keyin o'zini o'ldiraman. Ada, siz bu yerda nima qilyapsiz? Men oldin sizni o'ldiraman. Keyin o'sha qarinjig'ingizni o'ldiraman. Tushundingizmi? Shahnoza teatrdan ketib, banada ishlayaptimi? Zokir yana bir marta tekshirib ko'rish kerak. Suka. Demak, oramizda kirsa bor. Lekin mentlar bilib qolishsin. O'ldiraman. Mentlarning orasida qarindoshi yo'q. Ishga kirmoqchimisiz? Militsiya! Qo'lingni ko'tar! Ko'tar, Hamid. Boshlab. Kimdan boshlashni yaxshi bilaman. Baho. Choyxona. Choyxonamning nomeri. Nigora. Xotini. Telefon. Bu rejissor bilan kafeda tanishgan edim. Cholkam show biznesga qiziqadi. Yordam berib borarsiz deb kontaktini olgan edim. Hozir bilamiz. Tinchlikmikin? Zokirni tekshirishyapti shekilli. Javob bermadi. Syonkada bo'lsa kerak-da, может. Lalo. Hozir band. O'zi qo'ng'iroq qiladi. Shahnoza kim? Yana bitta o'ynashim. Unda Zokir kim? Men Zokirman. Niday bu xotinim ko'tarib qolsa, eli begana meni Zokir deb chaqirasan deb aytganman. На всякий случай. Qiz bolani kuttirish yaxshi emas. Qo'ng'iroq qilindi. Gronkiga qo'y. Alo? Alo, Shahnoza, yaxshimisan? Zokir aka, assalomu alaykum. Va alaykum Nima siz assalom. telefoningizga tushib bo'lmaydi? Yana qanaqadir odamlar ko'taradimi? Ha, u meni ishxonamdagilar. Ha. O'zi oxirgi marta gaplashgan gaplarimiz esizdami? Menimcha juda mast edingiz. Endi men boyman, ishlarim o'ngidan kelyapti deysizmi? Rosa maqtandingiz. U meni baho bilan ishlarim yetyapti. Keyin katta gonorarlar olaman dedingiz. To'lam yetyapti. Alo. Menimcha rosa kayfda bo'lganman shekilli. Gastrolimizga ham ozgina vaqt qoldi. Borsam kutib olasizmi? Da, конечно. Bo'pti. Unda telefon qilaman yana. Xayr. Xayr. Bo'shsan. Telefon. Joyimizda ko'ta ochilib qoldi. Endi pullarni qayerdan chiqaramiz? Balkim ishni ozgina to'xtatib turarmiz. To'xtatish xato. 3 oydan keyin matritsani o'zgartirib yuborishadi. Undan keyin u pullar bilan faqat ko'tarsa bo'ladi. Balki meni skladimda ish davom ettirarmiz. Bu ham variant. Kristiyanichi, uni nima qilamiz? Menda Kristian tutish uchun bir fikr bor.
yugurib yo'llaringni, sog'indim-ku ko'zlaringni, oydan go'zal yuzlaringni, sog'indim jonidan. Bir bor kelib holim so'ra, ahvolimga san bir qara. Shuncha qiynoqlar bergandan ko'ra, sog'indim jonidan. Jonim beray, borim beray shirin kulishlaringga. Jonim beray, borim beray jilmayib qarashlaringga. Qo'shnilar skoriyaga qo'ng'iroq qilishgan. Ular bizga xabar berishdi. Holati stabilniy bo'lganligiga reanimatsiyadan palataga oldik. Xotin nimaga o'tibdi uni o'zi? Hozircha bilmaymiz. 15-uchastkada dam olibdi. Shok holatda edi. Xonada alkogol topilgan. Menimcha, oddiy oilaviy janjal. Tushunarli. U hozircha hushsiz. O'q yelkasiga tekkan va noqulay yiqilish sabab boshidan qattiq jarohat olgan. Qachon o'ziga keladi? Hozircha bu noma'lum. Bolasi qayerda? Xotinini dugonasinikida. Qarindoshlarining xabari bormi? Yo'q hali. To'g'ri. Hech kim bilmagani ma'qul. Hech kim yoniga kelmasin. Sen yonidan bir qadam ham ketmagin. Xo'p, bo'la. Zokirga muxtir ekanligini aytishimiz kerak. Bu ham qaqqa yo'qolib qoldi. Qaytib telefon ham qilmaydi. Quloqni ham topishimiz kerak. Problemalarimiz ko'payib ketyapti. Shahnoza? Topib qoldingiz? Qalaysan? Yaxshi. Mana bu senga. Rahmat. Ketdingmi? Siz u zotdan zo'rg'a tanidim. Xo'sh, teatrda ishla qalay? Yaxshi. O'sha. Spektakllar, repetitsiyalar. Bugun esa mana bu yerga keldik. O'zingizda qalay, syomkalar tugab qoldimi? Premyerasi qachon ekan? Pashti tugab qoldi. No, ayrim sabablarga ko'ra yana cho'zildi. O'zi qanaqa? Sizga yoqyaptimi? Judayam. Yuzingizdan unaqaga o'xshamayapti. Judayam. Endi-chi? Endi o'xshadi. Bugun spektaklimizga kelasiz? Agar bu taklif bo'lsa, конечно, boraman. Gaplashmaymiz, fotoapparatga qaraymiz. Sendan bitta narsa so'ramoqchi edim. Nimani? Yigiting bormi? Nega so'rayapsiz? O'zim shunchaki yana bizani ko'rib basharamdan sop qolmasin. Xavotir olmang, sizni hech kim sop qolmaydi. Fanatlarim ko'p, lekin pichoqga ilinadiganlar ekan. O'zingizda-chi? Bosh yo'l o'ynayapsiz. Qizlaringiz ham ko'payib qolgandir-a? Ha, yo'q, endi xudo xolasa. Kulib turamiz-a? Qachon tayyor bo'ladi? Ertaga tayyor bo'ladi. Aha. Voy, men repetitsiyaga ketishim kerak. Yur, men kuzatib qo'yaman. Mayli. Rahmat. Xo'p. Bratan telefon ishlamayapti. Блять. Короче, жоpa. Nima bo'ldi? Muxoniydan kelyapman. Hamma yoqlarni ment bosgan. Muxoni skoriga solib olib ketishdi. Skoriga olib ketdi? Da. Охуеть можно, блять. Короче, bolalar, sen keling shu yerda qolasan. Qolganlar men bilan mashinaga ketdi. Muxa! Блять. Bu yerda nima qilyapsizlar? Tezroq chiqing mashinaga. Nimaga? Tez o'tir, mashinada tushuntiraman, qolgan.
dunyodanmi? Kechirmang, yuringlar, hozir tushuntiraman. Shunaqa gaplar. Aziz yaxshimi? Aziz yaxshi. Qovut ol. Nigorani qamashadimi? Agar Muxa komadan chiqolmay o'lib qoladigan bo'lsa, 15 yilgacha srok oladi. Senga nima? Buni hammasiga men aybdorman. Qanaqasiga? Xayrlashgani borganimda janjallashib qoldik. U Muxani o'ynashi borligini bilib janjal ko'tardi. Keyin men ketdim. Demak, men ketganimdan keyin Muxa kelgan va sigaretingiz bormi? Bu yerda sigaret chekish mumkin emas. Vaziyat borgan sari og'irlashyapti. Ular ham bizga o'xshab krisani qidiradi. Demak, ehtiyot bo'ladi. Shuning uchun agar ketaman desang, biz qarshi emasmiz. Lekin ularga juda yaqin keldik. Главный герой, ya. Bu imkonni qo'ldan boy bera olmayman. Teatrdan bo'shadik. Ты бездарность, понимаешь? Моцарт! Men qolaman. Mana buni o'qib chiqib, qo'l qo'ying. Bu Muxa. Muxani boshqa palataga o'tkazishadi. Yonida bitta vrach bo'ladi, boshqa hech kim kirmaydi. Va soqchi ham qo'yamiz. Palatalar ikkinchi qavatda ekan. Seni Muxani o'rniga yotqizamiz. Jarohatingni ham xuddi o'shanikiga o'xshatamiz. Xo'p. Shef, Muxani bolalar kelishyapti. Anesteziyasiz qo'ying. Og'riydi lekin. Mayli, chidayman. Xo'p. Uzr, pardon. Kechirasizmi? Muxa degan bemor xat yo'q. Qanaqa muhim? Muxa, bratан. Sher. Мужики, Muxa здесь. Bo'ldi, topildi, uzr. Родной, как ты? Ай, блядь, Uzr. Извини. Нихуя себе. Assalomu alaykum. Kelinglar bolalar. Muxa, assalomu alaykum. Qani, stolda olaylik. To'xta. Qo'yinglar. Bu nima kerak? Nima deganing nima kerak? Qayta tug'ilgan kuning bilan. Stakan. Короче, Muxa, bratан, больницаga tushganingni eshitdik-ku, сразу orqangdan chopib keldik. Bu bratan. Shuncha ishkallardan eson-omon qolding, qara. Xotiningni e'tibordan chetda qoldiribsan. Короче, shef, xafa bo'lmagin, o'sha Dinara bir kun aniq parod qiladi degan o'yda yuruvdim o'zim. Всё, закрыли temu. Okey. Asosiysi soppa sog'san. Qani? Ucho, tug'ilgan kunni aniqroq qayta tug'ilgan kunni nishonlaymizmi? Конечно. Давай, Men siz o'zinglar. Adushi qo'ydim, xafa bo'lmaysizlar. Давай. Brat живой. За брата. Da. Men yaxshiman. Xo'p bo'ladi. Ketdik. Kuda? Bahona oldiga. Tezroq brat.
Tvar berdi. Давай. Dinara? Bilasizmi? Men sizni yoqtirib qoldim. Alisher aka, odamni noqulay vaziyatga solasiz. Unaqa qilmang, iltimos. Uyalib ketyapman. Men shunchaki qo'lingizdan ushlamoqchi edim. Yo'q, mumkin emas. Faqat to'ydan keyin. Voy, Nima bo'ldi? Alisher aka, yuring keta qolaylik. Anu kelayotgan bola akam o'rtoqlari. Agar hozir meni siz bilan ko'rib qolishsa, mahallada rosa gap qilishadi. Yuring keta qolaylik. Mana bu joyga sumkani olib borasan. Senga yaxshi valyutasini berishadi. 2 soat vaqting bor. Izlash. Bo'lat. Senga telefon qilayotganim yo'q, qizimga ber. Gaplashgisi kelmayotgan bo'lsa o'zi aytsin. Allo, allo. Nima kayfiyatingiz yo'q? Qizim bilan sal kelishmovchiligimiz bordi. Assalomu alaykum. Muxa Terminator. Eshitdi-ku. Xotiningiz juda boyevoy ekan. Ha, gapirmang. Hamma sir ertami, kechmi oshkor bo'ladi. Bugun yangi adres bo'yicha borasan. Xo'p. Hamma skladlarni tekshirish uchun ko'p vaqt ketadi. Balki bahoga kuzatuv o'rnatarmiz. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Nodir, bo'lmasa shu ish bilan shaxsan o'zing shug'ullangin. Bajaramiz. Hoziroq. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi, majlis tugadi. Hamma ishga. Allo. Men bahona oldidan kelyapman. Xo'sh. Menga bitta adres berdi. Etga pullarni olib borib, valyutaga alishtirib kelishim kerak ekan. Menimcha, yangi joylar o'sha yerda deb o'ylayapman. Qayerdan bilasan? Balki bu podstavadir. Bizga aniq ma'lumot kerak. Matrisani ko'rdim, falon joyda degandan keyin men bolalarni yig'dim. Ungacha men yana riskovat qila olmayman. Unda qo'ng'irog'imni kuting. Yaxshi. Allo. Allo, men matrisani ko'rdim. Aniqmi? Da, aniq. Adresini ayt bo'lmasam. Qani bo'lmasam, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Tak. Demak, hamma yig'ildi. Shunaqami? Telefonlarni topshiramiz.
Demak, hozir kim krisa ekanligini aniqlaymiz. Bilasizlarmi nima? Nega 4 ta chiripashka ninja bu olib bir kishiga hujum qilishadi? Nimaga ekan? Chunki ularni ustozi krisa. Nima? Senga anekdot yoqmadimi? Men bu anekdotni 8 yashar jiyanimni eshitgandim. Ay, Nima bo'ldi? hech narsa. Jarohatim qonadi. Chiqib ketsam maylimi? Mayli chiq. Bor qara. Mana Haligi paxtami, bintmi ilojini qilsa bo'ladimi? Yo'q. Ey, almashtirmasam bo'lmaydi. Shu yerda qimirlamay tur. Hop. O, rahmat. Vanna bu yoqda. Ha. Qornim og'rib qoldi. Qog'oz ham yo'q ekan. Ha? Endi sovib qilgandan keyin oxirigacha qilaylik. Chiqarishlar. Tataring, muhanchi qolib ketdi. Ichkari tinchmikan? Bilmadim. Menga buni hammasi yoqmayapti. bankrotga uchragan zavodlarning yerini olib, dom qurishimiz kerak. Kelajakdagi biznes. Yaxshi. Va hozir o'ylab ko'ramiz. Qancha bor yana? 3 minutda bo'lamiz. Kim ekan bu? Zokirdan boshqasi nomingizni bilmaydi-yu. O'zinikidan qilsa bo'lardi-yu. Xanum. Tualetda. Ko'tar, блядь, ko'tar. Bu podstava. Eshitayapsizmi? Podstava. To'xtat mashinani. Stop operatsiya. Stop hammaga. Atmen.